Yoshi multseriallar aynan ertalab maktabga ishga kech qolayotganda berarkan, kelinglar, yoshlikni eslatadigan 5 ta multserialni ko'rib chiqamiz. Ularni chaqirsang bas, yetib kelar shu nafas, chip Fadel. Xullas juda ham qiziq. Chip Fadel multserialni menimcha ko'rmagan inson qolmagan bo'lsa kerak, chunki aytib o'tgandek ertalab ko'pincha berardi bu multserial. Sehrgar mushuk va uning do'stlari bilan sehrli odamga shug'ullanganimizni eslayman. Ikkinchi o'rnimizda Simsalgrim multseriali. Momiqvoy va uning do'stlari Kristofer Robinning o'yinchoqlariga jon kiradi va ular turli xil sarguzashtlarni boshdan kechirishadi. Amakijon, bitta qissa aytib bering, ikkita bo'lsa yana yaxshi. Qunduz amakining qissalari. Juda ham ajoyib multserial, to'g'risi o'zim shaxsan diskini sotib olib, qaytadan ko'rib chiqqanman. Va nihoyat so'nggisi, eng boy personaj, ya'ni Scrooge McDuck. Scrooge McDuck o'zining jiyanlari bilan turli xil sarguzashtlarni boshdan kechiradi, juda ham ajoyib multserial. Yoshligimga qaytgim keladi. Yana qaysi multserial sizni yoshligingizda esga soladi? Izohlarda qoldiring. Shu va shu kabi kontentlarni o'tkazib bormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.